Bugun Namangan chinakam obod va go'zal maskanga aylanib bormoqda. Vodiy gavhari bo'lgan gullar diyorida an'anaviy o'tkazib kelinayotgan 65-xalqaro gullar festivaliga qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ayniqsa shaharsozlikning milliy va zamonaviy an'analari mujassam bo'lgan imoratlar, istirohat bog'lari, ularga bezak bo'lib turgan chamanzorlarning har biri betakror qiyofa kasb etmoqda. Festival oldidan Namanganda yana bir muhim tarixiy voqea. Bir oy davomida jamoat tomonidan ekilgan eng ko'p gul ko'chatlari nominatsiyasi bo'yicha Guinness rekordlar kitobiga kiritish tadbirining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Ayni paytda gullar shahri Namanganning tarovati o'zgacha. Bu ta'rifga monand chora atrof gul rayhonga, chamanzorga burkanmoqda. Qolaversa, keyingi yillarda olib borilayotgan obodonchiliklar va bunyodkorliklar, zamonaviy bino inshootlarga mos landshaft dizayni unga yanada ko'rkamlik va chiroy bag'ishlamoqda. Har yili viloyat markazida an'anaviy o'tkazib kelinayotgan xalqaro gullar festivalining ta'rifini 7 iqlimda ham bilishadi. Bu yil ham 24-maydan 12-iyulga qadar Namangan shahridagi Zahiriddin Muhammad Bobur nomli madaniyat va istirohat bog'i, Davlatobod tumanidagi Afsonalar vodiysi tematik parki hamda Yangi O'zbekiston bog'ida bo'lib o'tadigan 65-xalqaro gullar festivaliga qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. Havaskor va professional gulchilar tomonidan ko'cha-yu xiyobon, bog'lar hududiga dunyoning barcha mintaqalarida yetishtiriladigan va O'zbekiston iqlimiga moslashtirilgan 120 turdagi jami 150 million tubdan ziyod gul ko'chatlari milliy an'analarimizda aks ettirgan uslubda ekish rejalashtirilgan. Festival doirasida madaniy dasturlar, hunarmandchilik ko'rgazmalari, gastronomik sayllar, ilmiy anjumanlar hamda boshqa bir qator ko'ngilochar tadbirlar o'tkazish belgilangan. Bir so'z bilan aytganda, tabiat go'zalligini, insonning estetik hissi va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirgan ushbu festival mamlakatimizning turizm salohiyatini namoyon etishda, urf-odat va an'analarimizni targ'ib qilish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yil festival doirasida Namanganda yana bir muhim tarixiy voqea, bir oy davomida jamoat tomonidan ekilgan eng ko'p gul ko'chatlari nominatsiyasi bo'yicha Guinness rekordlar kitobiga kiritish loyihasi ustida amaliy ishlar boshlandi. Shu munosabat bilan bo'lib o'tgan tantanali tadbirda viloyat hokimligi, davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari, nuroniylar, faol yoshlar hamda onlayn tarzda Guinness World Records tashkilotining Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahridagi vakolatxonasi rasmiy xodimi hamda Namangan viloyati doirasida hakamlik qiluvchi Kanzi Defravi ishtirok etdilar. Tadbirda so'zga chiqqanlar xalqaro gullar festivalining tarixi, nufuzi va ahamiyatiga alohida to'xtaldilar. Shuningdek, ishtirokchilarga rekord o'rnatish jarayoni, uning xalqaro talablari va baholash mezonlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. So'nggi yillarda viloyatimizda xalqaro gullar festivali doirasida amalga oshirilayotgan ishlar mislsiz darajada kengaydi. Bugungi kun yana bir muhim voqea bilan tarixga kiradi. Aynan bugundan boshlab biz Guinness tashkilot tomonidan e'tirof etiladigan bir oy davomida jamoat tomonidan ekilgan eng ko'p gullar ekish nominatsiyasi bo'yicha rekord o'rnatish jarayonini rasman boshlaymiz. Bu tashabbus Namangan ahlining birdamligi, fidoyiligi va ulkan salohiyatining amaliy namunasidir. Ishonamizki, bir oy davomida amalga oshirilgan ushbu keng ko'lamli ishlar nafaqat rekord o'rnatadi, balki yurtimiz obro'sini yanada yuksaltiradi. Alohida ta'kidlashni istardimki, bugungi jarayonlar Guinness World Records tashkilotining Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahridagi vakolatxonasi tomonidan onlayn tarzda kuzatib borilmoqda. Bu esa olib borilayotgan ishlar xalqaro standartlar asosida ochiqlik va shaffoflik bilan tashkil etilayotgan yana bir muhim tasdig'idir. Hello everyone. And I'm here today to adjudicate your record attempt. Bugun men sizlarni 65-xalqaro gullar festivali doirasida bir oy ichida jamoat tomonidan eng ko'p gul ekish Guinness rekord o'rnatishining baholash uchun shu yerdaman. Bu ya'ni siz tomoningizdan berilgan g'oya Guinness World Record uchun yangi rekord yo'nalishi hisoblanadi. Biroq minimal talab mavjud bo'lib, bu eng kami 1 million dona gul ekish talab etiladi. Ya'ni rekordni o'rnatish uchun siz eng kam ushbu sondan oshirishingiz zarur bo'ladi. Har bir gul ko'chati alohida ekilishi kerak. Siz foydalanilgan barcha gul ko'chatlari ro'yxatini taqdim etishingiz shart. Gul ko'chatlari bir oy davomida yaxshi o'sib rivojlanishi mumkin bo'lgan joyga ekilishi lozim. Ekish jarayonida hech qanday texnika yoki mexanik vositalardan foydalanish taqiqlanadi. Siz biz tomonimizdan talab etilgan barcha dalillarni taqdim etganingizdan so'ng, men va jamoam barcha hujjatlarni tekshirib chiqamiz, tasdiqlaymiz va rekord o'rnatishingiz natijalarini rasman e'lon qilamiz. Thank you once again for having me here today. Good luck and wishing you all the best for your record attempt.
Shundan so'ng bir oy davomida jamoa tomonidan ekilgan eng ko'p gul ko'chatlari nominatsiyasini boshlashga rasman start berildi. Festival tadbirlari bo'lib o'tadigan hududlarga anvoy gullar ekishga kirishildi. Viloyatimiz, shahrimiz bo'ylab millionlab gullar ekish rejalashtirilgan. Yirik xiyobonlar, bog'larimiz va markaziy ko'chalarga gullar ekish davom etmoqda. Bu yilgi 65-chi xalqaro gullar festivali doirasida Guinness rekordlari kitobiga kirish bo'yicha bir oy davomida jamoa tomonidan eng ko'p gul ekilgan degan nominatsiya bo'yicha ishlarni boshlandi. Bu bir oy davom etadi. Uzluksiz mana shu gul ekish jarayonlari, qancha gul ekildi ham ma'lumotini berib, mana shu Guinness rekordlar kitobiga kirishga harakatlar boshlandi. 24-maydan boshlab 12-iyulgacha davom etadigan xalqaro festivalda bu yil 150 dan ortiq turli xil dasturlar mavjud. Ular xalqaro forumlar, turli konsert shoular, xalqaro estrada yulduzlari tashrif buyurishadi. Bolalarimiz uchun ham turli xil dasturlar mavjud. Mehr bilan ekilayotgan anvoyi rang-rang gullardan ko'z qamashadi. Qalblar olam zavq va shavqqa to'ladi. Shu bois ham bu turfa chechaklarni ona tabiatning insonga tortiq etgan mo'jizalardan biri deyish mumkin. Namanganning tashrif qog'oziga aylangan xalqaro gullar festivalining o'tkazilishining asl mohiyati ham inson va tabiat munosabatlarining uzviyligi, qolaversa yurtimiz go'zalligi va obodligining namoyishidir. Festival doirasida tashkil etilayotgan ushbu muhim va tarixiy tashabbus esa uning eng yorqin voqealaridan biri sifatida Guinness rekordlar kitobidan joy olishiga albatta ishonamiz.